halol odamlarni qo'yish kerak. Vazirga kechirasiz, biz vazir qilib ishongan bo'lsak, attestatsiya degan masala kerak emas. U attestatsiya degan mutlaqo noto'g'ri narsalar. Mutlaqo narsa. U attestatsiyadan bironta foyda yo'q. Kechirasiz, biz ko'p odamni mayib tashladik attestatsiyadan. Lekin o'sha attestatsiyadan yiqilgan 3 yillik odamni, 4 yillik odamni bir ko'ring, hozirgi qo'ygan odamingizdan 10 karra aqlli. 10 karra tajribali, 10 karra fidoyi. Lekin u ishsiz yuribdi. Ha? Attestatsiyadan o'tmagan. Attestatsiyani kim qabul qiladi o'zi? Sudya kutadigan gap bor. Hayotda har bir odam xato qilish hammani bo'ynida bor. Lekin biz rahbar bo'lib u xatoni kechirimli bo'lishimiz, uni bir tarbiya qilishimiz kerak. Yo'q, bizda attestatsiya. Ha, attestatsiya yiqildi. Qani bormi u? O'shani o'zini aybini kechirib unga bir sharoit yarataylik, u 2 karra ko'proq bizga erta foyda beradi. Undaqa narsa yo'q. Albatta Toshkentdagi bir instruktor bilan aytish kerak. Yo Minfinda, yo apparatda, yo Vazirlar Mahkamasida, yo qishloq xo'jaligi vazirligida bitta kattakon hal qiladi. Kichkinagina noinsof esa. Shuning uchun men bu gaplarni nima uchun aytayapman?